Ko'pchilik iltimos qiladi, aka shu payshanba bozorda ham bir olib bering deb. Taqa borasiz. Xo'p, mana shu yerdan yurish qilamiz odamlarning ichidan yo'l-yo'lakay. Nimalarning narxi to'g'ri kelsa, so'rab ketaveramiz. Mana bilganmanki, menga o'qiganing pul berib bo'lgan. Jahon bozori, payshanba bozor. Bu qo'y bozor. Chiqish joyi. Qovun, tarvuz, hamma narsa bor mana. Qalarimiz keladi. Qovun tarvuzdan ko'ra bizga kartoshka piyozlar kerak. Qovun desang shahar. Qanchadan bo'lyapti qovunlar aka? 20, 25, 15, 10. 20, 25, 15, 10. Har xil. 26 katta olish demaydi bor. Qayerda olish? Oltinsoyda. Oltinsoyda 20sida 20-chi. 26-oktyabr seshanba kuni katta kurashi bor. 2-4 oyi bor. Anaga katta kurash bor deblar. Oltinsoyda katta kurash. Yekaga. Qo'shin sho'g'lay. Sho'xlay dedilar mana to arava tortib ketdi. Xo'p. Pechkalar narigi tomonda. Kartoshka piyoz so'raymizmi? Bu pechkalar qanchadan? 280 mingga mana shuni olib taqamiz. 440 ming bo'ldi komplet hammasi. 440 ming bo'ldi komplet. Hamma mana bunaqa garrelka, parelka, shlang palankalari bilan. Bu tomonda ham pechka. Hozir qish pechkani sezoni, hamma pechkalar uradi. Hali yana bitta pechkani so'raymiz hozir. Ha, brata. Qandaysiz? Qanchadan bo'lyapti? 600. Bu 600. 370 ming. 370 ming. 370, 380 ming. 380 ming. 900 ming. Ana 5 miktarimiz bor. 900 ming ana. 900 ming, 800 ming. Aka chiroyli qilib olavering, chiroyli. 200 ming. O'tgan kuni ko'rdik biz videoni. Ko'rdingizmi? Yaxshi chiqdi. Aka zakaz ham olaverasizlar-da, razmer fazmer. Adres qayer? Mana bu aravalarda hozir narxini so'raymiz. 850 ming mana aravalar. Buni akamiz o'zimizning yangi shahardan aravalari. 850. Dastavka bor yo'q? Dastavka ham bor dedilar akamiz. Arava so'raganlarga agar uydan borib olsa undan ham arzon. Chunki bu yerga kelganda adres yangi shahari, Shahrinavdan adres. Xo'p, bitta kartochka bilan nimani so'raymiz-da, asta o'tib ketamiz. Odam vashi dahshat berdi. Aka kartochka qancha bo'lyapti? 4,5 bo'lyapti mana kartochkalar. Savuzlarchi aka? 2,5 mingdan mana savuzlar. Kartochka piyoz. Piyoz qancha bo'lyapti? 2 mingmi? Piyoz 2 mingdan mana piyoz. Yalnız mashina haydab ketyapti hozir. Moskvichda. Xo'p, pritsexi bor. Borib, katta ko'chagacha boramiz, chunki ana bu xashaklarni olamiz deymiz, xashaklarni. Bitta olma, anorlar rosa chiqqan. Uzun payshanba ham katta bozor. Tomonda продуктовый. O'shma arava. Orqani aylantiramiz.
Odam rosa ko'p bo'ladi lekin. Limon 2000 deydi donasi. To'g'rida kiyim-kechak biz to'g'ri bormaymiz. To xashakkacha yetib borsak bo'ldi. Mana odam har payshanba haftasida bir marta bo'ladi. Mana shuncha odam to'g'riga bora olmaymiz. Biz mana shu yerdan chapga burilamiz. Chap to xashak bozorlarida borib olamiz. Anor sezoni hozir uzun sezon. Ve toypi uzunlar 5000 dan 4000 dan. Dehqonlar ana chekkada bo'ladi. Chunki bu yerda hammasi o'zimizda olib sotadiganlar o'tirib olgan, rosa qimmat aytadi bu yerda. İnternetga ham kadrlar qanchadan kadrlar? Kilosi ha? Tuxum 35 ming managa flaygas. Tuxumlarga yomon ko'tarildi. Karchkani so'radik, piyozni so'radik. Salmderoq qilib ketaveramiz. To'g'riga borib hozir xashaklarni olamiz. Uzun qanchadan opa uzun? Uzun 5 ming. Vaqshor Oltinsoyda uzun. Shu bolani YouTube'ga qo'ying aka, mana shu bolani. Qo'yam, yo'q. Kelyapsanmi? Piyoz qancha? Piyoz. Piyoz 1,5. 1,5 ming so'm mana piyoz. Ko'rgani ham bor ekan-ku ichida. Ichida ko'kargani. Odam agar har kuni bu yerda ham mana shunday bozor bo'lsa ham, bu ham katta pribul. Распродажа 60 ming so'm, 40 ming so'm. Sazon bo'ladi mashina. Sog'inganlarga. Sog'inganlarga. Sog'inganlarga emas, urush bo'lgan joylarda sangiz maydimi? Qani urush bo'lgan? Qayerda urush bo'ldi? Urush bo'ldi deydi. Urushdan nima qilaman men? Urushdan bezor bo'lsam. Nimaga urush bo'ladi? Yerda ko'pdimi ikkala savdo bo'ladi. Sharg'un. Bu damazlar Sharg'un qatnaydi? Ha, Sharg'un damazlari. Sharg'un damazlari mana. Shu akamiz asalchi, faqat asal sotadilar. Uzun sarosar. Anorlar qanchadan aka? Anor 4,5 ming aka. 4,5 ming anorlari. Bular ham 5 ming, 6 ming. 5 ming oldi. Qayerdan anorlar? Dashnobodmi? Dashnobodda. Aka telefondan yedirib ko'rsating kelin. Yo'q. Bolgarchi qancha aka? Bolgarchi 700 olib aka 4 sotilyapti. 700. Necha kilo aka sizga? Siz mana shu tomonda faqat nimalar? Mana 1,5 ming Savdo 1,5 ming. Biz xashakkacha borsak bo'ldi. Haydan aka, haydan. Mana shu yerda yo'li yomon lekin to'g'risi. Ya ko'p dehqonlar bu yoqda.
Olmalar 8 mingdan mana. Bu nariga sarig'i 5 ming so'm, do'lona 5 ming so'm. Yozib qo'yibdilar, chiroyli qilib. Mana shu so'rab o'tirmaydi, boshda og'riq. Nerda uzun nimalarni ham hammasini dehqonlar olib kelgan. To'g'rida xashak bilan nima sotadi borib olamiz og'zini. O'rtoqlar, somon, beda, yerangoq poya mana so'ragani keldik. Pressini ana shuni ipini 30 mingdan 32 mingdan. 10 kilometrga lukta bo'lsa. Lukta bo'lsa 30 mingdan olib borib beraman deyaptilar 10 kilometrgacha. Aka, ko'pmi hali? Ko'p. Telefon raqam beramizmi yo'qmi aka? Yo'q. Telefon raqam yo'q. Kelib mana shu yerdan olishni. Nechiga necha aka? Presslar 70-80. 70 80 deyaptilar mana. 30 mingdan ekan olib borib beraman deyaptilar. Endi bu tomonda ham bor. Bu tomonda somon nargisi pressi. Nargisi bilmadim hozir nima. Mana aka yerangoq qo'ya. Qanchadan bo'lyapti aka? 35 mingdan deydi. Egasini ham rasmiy olingan. Bo'ldi, somonni olaman. Aman. Somon qanchadan bo'lyapti somon? Somon 28 ming. 28 ming bo'lyapti pressi. Bu ham xuddi shunaqa press, ha? Ha, bir xil press. Bir xil press. Maydalanganmi yo kattami hali? Keskan mayda. Kesgan mayda ekan. Nargischaga u nima? U sholi. Sholi? Nimaniga? Guruchniki. Ha, guruchniki. Qancha u? U 20 ming. 20 ming, ha? Bu ham shunaqa pressmi? U katta, u 1.10lik press. Bu 1.10lik pressmi? Uni nima yeydi uni? Uni mol yeydi. Bu ham endi xuddi somonga o'xshaydimi bu? Ha, shunday. Dastavkasi qayergacha aka? Dastavkasi любой joyga pulni bersa. Pulni bersa, somon qanchadan dedi? Somon 27 ming beryapti. 27 ming. U 20 ming, ha? Bu 35 ming. 35 ming. Beda yo'qmi beda? Bu yerda 38 ming sotildi. Beda 38 mingga sotildi. Bu nima? Qari bor. Shuncha narsani 29 mingdan ekan. Tarixda shuncha narsani aytgan akamiz to'p beraman deyaptilar. Somon ham, beda ham to'p berasan aka? To'p beramiz. Telefon raqamlari necha aka? 99lik. 99lik 775 775 25 48. Mana 3 ta narsani hozir ko'rdik. Bedani ham to'p beraman deyaptilar. Bedani ham to'p beraman deyaptilar. Yerangoq qo'yani ham haligi edi. Nima edi? Guruchniki. Sholniki, u somon. Mana tarix. Tarix haligi chumchuqlar yeydigandan. Bu yerangoq qo'ya. Aka qanchadan bo'lyapti? 33? 30 ming, ha? 30 mingdan bo'lyapti mana. Aka mol qancha bo'ldi? 4 million deyaptilar o'shani. Mana shu yerda mana yozilgan Lutfkor mahallasida oldida turadi, Payshanba bozori ketishida. Reklama bu. Bu ham 30 mingdan. 30 mingdan bu ham. Dastavka qayergacha? Dastavka. Uygacha dastavka mana. Aka qayerdansiz? 29 ming beraman deyapti. Qayerdansiz aka? Qumqo'rg'ondan haydab keldingizmi? Ana Qumqo'rg'ondan haydab keldilar akamiz. Aka ko'pmi hali yerangoq qo'ya? Qo'yadan ko'p deyaptilar. O'rtoqlar, biz shu bilan mana Payshanba bozor tugab endi uyga qarab ketamiz. Mana u nima ekan bu? Bu yerda bo'lsa kerak bu ham. Furasi bilan ketdi o'zi ham. Qanchadan aka? 8 ming bo'lar aka, 30 ming deb aytishibdi. Bu bedami? Yo'q, xashak. Dag'al xashak. O't, ha? 28 dan bo'lar, ha? Furasi bilan ketdi o'zi ham. Dag'al xashak. Press razmeri nechiga nechi? 90-80 aka. Uzunligichi? Uzunligi 90, 90 ga 50. 90 ga 50. 28 dan press qilingan bular hammasi.
aka. Shu bilan bo'lmasa biz ketdik. Havo aynigan, uyga ketamiz endi.